Assalomu alaykum kanalimiz obunachilariga. Mana Qashqadaryo Yakkabog'dagi Hoji buvamizda 5 kilovatlik quyosh panel stansiyasi. Asosimiz bu yerda joylashgan. Hozir suv chiqishini ko'ramiz. Suv chiqish jarayoni. Bir-birlik nasosda da. Bir-birlik nasosdan chiqishyapti. Bir-birlik nasosimiz. Ishonma qanday bo'ldi suv? Ikkita paneldan chiqayotgan suv, birlik motorda. 1,5 yoki 2 kilovatni oshini ko'rishtiradi. 5 kilovatlik. 5 kilovatlik 8 ta panel. To'g'ri, 10 kilovat qo'yilganda, Ketdi. mana